Assalomu alaykum Dilshod Moto'ning aziz podpischiklari, aziz yurtdoshlar. Mana Dilshod Moto do'konimiz hozir yangi tovarlarimiz keldi. Hammasini obzor qilibdi tushuntirib o'taman. Xizmatimiz yoqsa like va podpiskani ayamaysizlar. Qani ketdik. Aziz yurtdoshlar, mana Dilshod Moto do'konimizda hozir yangiliklarimiz bor. Hozir hammasini bitta obzor qilib berib o'taman. Xo'sh, bu tovarimiz borida obzor qilib bergandik buni. 5 ta boltlik 2000 mAh motorlik 6 dona 68 amperlik muroyimiz Super Skymax 14-pozitsiyasi. 14-pozitsiyasi. Rangi 3 xil rangda bor. Qora, Darkman Blue va ko'k rangda bor. Ko'k rangi sotildi. Shuning uchun hozir qora va Darkman Blue bor. O'qqa ko'k rangidan ham bor kelaverasizlar. Xo'sh. 3 ta odam bemalol sig'adi, mana ko'rishingiz mumkin, bemalol sig'adi. Hamma narsasi bor. Xo'sh, avarenka deysizlarmi, zadniga yonadi deysizlarmi? Hamma narsasi bor mana. Oldi ko'rinishi. Svetlar bemalol yonib turibdi. Balandroq bo'lgan oldi laboylari va orqadan mana ko'rishingiz mumkin, stopga ham yonyapti, avarenka ham ishlayapti. Zadniga ham svet yonadi mana, zadniga. Stop mana. Xo'sh, bu muraviyimiz. Baland bortlik, mana двойной bort deydi buni. Двойной bort. Bortni alohida yechib olinsa bo'ladi. 3 ta bortni ham bemalol yechib olsa bo'ladi mana. Shpilka yechiladi, chiqadi. Keyin mana bu orqasiga ham tegasi bor. Ya'ni yotqizganda mana supa bo'ladi, tekis. Ikkita yoni ham xuddi shunaqa tekis bo'ladi. Xo'sh, ishni bir ko'rsatib o'taman hozir. Mana 6 dona 68 amper akkumulyator, original 68, zaryadniga ham 68 yozilgan. Miya motor 2000. Reduktori 6 tishlik baquvvatdan qo'yilgan. 4 ta amortizator, 4 ta resor prujinasi bilan baloni 5 ta boltlik promoy poloslik balonaqasi baquvvat va 6 ta profil. Xo'sh, bu texnikamiz ko'rishingiz mumkin. Komplektida zapaskasi bor, kaskasi bor, damkrat, balon ключ, jilet va ikkita ko'tarib turadigan qo'shimcha silindr qo'shib beriladi yana. Zapaska ekan u. Xo'sh, keyingi tovarimiz mana bu Super 15-Skymax'ni yangi brendi bu. Bars deb yozilganmiz. Barsni qo'ydirdik va oldi ko'rishingiz mumkin. Boshqacha qildirdik. Mana bunaqa shakllar berdirib, yana oldiga ham ko'rishingiz mumkin. Kisalarini chuqur qildirib mana berlarga unaqa stakan qo'yadigan hamma narsasi bor bunda ham. Mana Skymax firmasi bu ham, faqat nomi Bars. Bars yozdirdik, ko'rishingiz mumkin. Xo'sh. Buni akkumulyatori 6 dona 70 amperlik. Ko'rsatam hozir. Mana 6 dona 70 akr 12 volt 70 Ah. 6 dona 72 amperlik 70 amperlik akkumulyator, 2000 mAh motor bunda ham. Buni ham reduktori 6 tishlik. Xo'sh, 6 ta profil. Bu 4 ta boltlik sal arzonroq baland qildirdik. O'sha hamyon bob, cho'ntak bob qildirdik. Ko'pchilik endi har kim ham puli yetavermaydigan vaziyatlar bo'ladi. Bundan sal arzon bu. O'shaning hisobiga. Xo'sh, mana bu tiyagasi, mana ko'rishingiz mumkin. Tiyagasi ikkita yoniga ham bor va mana tros ham qo'yilgan, mana trosi ham bor. Unda ham xuddi shunday trosi bor va orqasiga ham tiyaga qo'ydirganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham 3 ta supa, uchalasi ham bir xil tekis bo'ladi. Mana. Bunda ham Darkman Blue, qora rang va ko'k rangi bor. 3 xil rangi bor. Bu Bars firmasi, Bars nomi qo'ydirganmiz. 3 ta tormoz hammasiga ham bittaga mana ko'rishingiz mumkin. Oyoqqa uchalasi ham bir xil tormoz ushlaydi. ABS deydi, nima deydi? Shunaqa qilib ishlangan.
Bunda ham zapaskasi bor. Kaska, domkrat, balon kulut, jilet va silindrchasi qo'shib beriladi. 70 amperlik 6 ta. Xo'sh, Miya motor 2000. Buni ham old oynalar katta, bako onaqa laboylar katta qilingan mana. Bemalol shamoldan yana boshqa narsalardan to'sib turadi. Keyingi mahsulotimiz yangi kelgan. Buni ko'pchilik 800 kilolik deb aldab sotadi. Endi boshqalar qanaqa sotadi menga interesi, men o'zim tovarim, o'zim bor narsani aytib sotamiz. Borti 1.60 ga 1.20. Mana eniga 1.20, 1.60. Men shunaqa texnika bo'lsa 500 kilodan ziyod yuk olmaydi. U 800 kilo 1 tonna degan gaplarga ishonib yurmanglar. Bizlar bor haqiqatni ochiqchasiga aytib sotamiz o'rtoqlar. Mana bunda ham oldi laboychalari bor. Oldi buni boshqacha ko'rinish qilingan, mana ko'rishingiz mumkin, chiroyli. Hash klass deydi-ku. Bunda ham chiplari bor mana. Chiplar yonadi. Shu avarenkasi bor. Ko'rishingiz mumkin, paralar yonishi. Xo'sh, bu ham mana avarenka zadni yurganda yonadi. Xo'sh. Bunda yo'q, unaqa chip, zadni yurganda svet yonadigan avarenka unaqa narsa yo'q. Hamma narsa endi puliga yarasha. U narsalarni qo'shirsak, buni ham narxi sal qimmatroq bo'lib ketadi. O'shaning uchun cho'ntaga olib narxda qildirganmiz. Narxlar bo'yicha telefon qildiramiz. O'shanda nomerlarga telefon qilib bemalol ma'lumot olasizlar. Bu 5 kilolik elektromuroviyimiz. Bunda ham zapaskasi bor, domkrat, balon ключ, jilet, kaska bor. Hamma narsasi bor bunda ham. Silindr ham qo'shib beramiz. Xo'sh, bunda 6 dona 61 amperlik mana ko'rishingiz mumkin. 6 dona 61 amperlik akkumulyator. Miya motor 1.5 reduktori buniki ham 6 tishli ekan. Xo'sh, bunda ana ikkita amortizator qo'yilgan va bitta rusor uzundan qo'yib prujina qo'yilgan. 5 kilo yukni bemalol ko'taradi. 4 ta profil. Xo'sh. Mana shu yangi kelgan texnikalarimiz. Xudo xohlasa yana yangi keladigan texnikalarimiz bor. Ular ham kelsa obzor qilib kanalimizga joylashtiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Texnikalar serob. Bu kecha keldi, bugundan yig'ilib chiqardi. Xudo xohlasa vitrinamiz ertaga to'ladi. Любой muroviylar bor, kelaverasizlar. Arzon narxlarda. Boshqa joylardan 100% arzon. Men javob beraman, boshqa joylardan 100% arzon bizda. Endi narx aytsak, narxlar o'zgaryapti, o'shaning uchun telefon qilib oladigan odam telefon qilib bemalol narxni bilib olsa bo'ladi. Bitta 30 sekund ya 1 minut vaqtlaringizni ayamasizlar, bemalol ma'lumot olasizlar, narxini ham bilib olasizlar. Shuning uchun ko'rishingiz mumkin, Dilshod moto do'konimizga yangi texnika hozircha 5 kilolik va mana bu Bars firmasida mana ko'rishingiz mumkin. Olov, turishi olov. Tezligini ham aytib o'taman. Bularning tezligi nastoyashi 45 km 45 yuradi. Mashinaning tezligini o'lchab ko'rishingiz mumkin. Yurish tezligi 45. Boshqa murovilardan 50, 60 ko'rsatsa, lekin o'lchasangizlar 30-35 yuradi. Buniki nastoyashi 45 o'zi bor tezligini ko'rsatadi bu. Hammasi ham shu. Ana endi 5 kilolik muroviyimizni tezligi sal yuqori, sababi bu gavdasiga nisbatan nima deydi, yengilroq bu. Xo'sh, motor miyasi ham 1.5 bo'lgani uchun yurish tezligi ham ko'proq, nima deydi, tezroq yuradi, chaqqonroq deydi. Xo'sh, bitta zaryad bilan 100 km gacha probeg beradi bemalol. Bular 70 ta 80 tagacha yurib beradi. Zaryad yurishi ham tokka bog'liq. 200 dan baland tokka zaryadga qo'yish kerak. 200 dan past tokka zaryadga qo'ysangizlar, kilometrni probegni past beradi. Shuning uchun maslahatim, kimdagi muroviy olsa, imkoniyati bo'lsa, uyiga bitta stabilizator o'rnatib olsa, shuning uchun. Chunki stabilizator tokni bir xil qilib beradi va akkumulyatorni ham umrini uzoq qiladi. Endi hamma joyda tok har xil, kam tok joyi ham bor, ko'p tok joyi bor. O'shaning uchun stabilizator o'rnatsangizlar, o'zi 200 ming 300 ming turadi, shunga mos.
bemalol umrini uzoq qiladi. Hozircha bor yangiliklarimiz shu. Dilshod Motoga kelaverasizlar. Yangi texnikalarimiz yana kelishda davom etadi. Sizlar bilan yana men Dilshod bo'ldim. Hammani ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz tan joylari sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Yurtimizga eson-omon kelishlar nasib aylasin. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.